Greenleaf korporatsiyasining yaponskiy Courage brendi ostida ishlab chiqarilgan yana bir ajoyib mo'jizaviy mahsulotimiz bu salfetka konfetka. Ushbu salfetka konfetkamiz 100% HB motordan ishlab chiqarilganligi sababli har xil turdagi nimalarda foydali, ya'ni o'sha mebelaringizni artasizmi, oynalaringizni artasizmi yoki bo'lmasa sochiq sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Xuddi mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi, mittigina. Bemalol buni sayohatga yoki boshqa joyga chiqqanda ham olib foydalansangiz bo'ladi. Suvda shishadi, bu sir emas, mana. Ozgina suv ham yetadi. O'zi aslida ko'proq suvga eritish kerak. Hozir hamma yoq ifloslanib ketmasligi sababli ozgina suvda eritib oldim. Mana shunaqangi ko'rinishda juda ham katta, barakali va eng muhimi sochiq sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni sayohatga yoki boshqa joyga ketganda ham sochiqlarni qator qilmasdan yuz yoki og'iz artish uchun mana shuni sumkangizni bir burchagiga solib borib, bemalol olib borib foydalansangiz ham bo'ladi. Mana shunaqangi ko'rinishda, hali bu to'liq hamma yog'i suvda bo'lmaganligi sababli kichkina mana yaxshi ochilmadi. Aynan mana shunaqangi ko'rinishda. Chist HB oyna artganda ham hech qanaqa dog' qoldirmaydi. Televizor yoki mebel, har xil qimmatbaho bo'lgan idishlarni artganda ham umuman o'zidan ortidan iz qoldirmaydi. Mazza qilib bir martada foydalanishingiz mumkin. Masalan, doka yoki marlidan foydalanganda baribir ham qanaqadir ipchalari yoki mato bo'lakchalari qolishi mumkin. Bunda esa umuman qolmaydi. Juda ham ajoyib chist HB dan tayyorlangan salfetkamiz.